Assalamu alaykum Sharqi Turkistonlik aziz qarindoshlar, yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan To'r televiziyasining bugungi programmasiga xush keldinglar. Men bugungi program riyosatchisi Shakrizod G'ayrat bo'laman. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, 8 noyabr Germaniyaning Myunxen shahridagi Kristal mehmonxonasining yig'in zalida Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan chaqirilgan Sharqiy Turkiston Milliy kengashining ichilish murosimiga chet ellik diplomatlar, parlament a'zolari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining rahbarlari hamda har qaysi davlatlarning siyosiy arboblari qatnashgan va muhim so'z qilgan edi. Bularning ichida Dunyo xatar ostidagi xalqlar tashkiloti direktori Ulug'ish Dilyoz, Amerika Demokratiya va kishilik huquq fondining sobiq muavin raisi va Uyg'ur kishilik huquq programmasi tashqi aloqa direktori Luisa Grevi, Vakolatsiz millatlar tashkiloti bosh kotib Rauf Buncha, Xalqaro Tibet harakati tashkiloti ijroiya direktori Kai Müller, Angliya sobiq ichki ishlar ministri Norman Baker, Xalqaro advokat Birlashgan Davlatlar Tashkiloti terrorga qarshi mujodala va kishilik huquq muxbiri Ben Emerson, jurnalist va xitoyshunos Ursula Gautier, Germaniyaning Bavariya o'lkaligi Xristian Sotsial birligi ijroiya harakati a'zosi Bernd Posel qatorliq ko'plagan aziz mehmonlar bor. Ondan başqa yana Germaniya parlamenti kishilik huquq komitetining a'zosi Margaret Bauze xonimi Sharqiy Turkiston Milliy kengashining yepilish murosimiga qatnashgan edi. Tuvanda Sharqiy Turkiston xalqining haqqoniy davosini qo'llab kelgan bu chet ellik do'stlarimizning ichilish murosimidagi qisqacha ko'rinishini diqqatingizga sunamiz. Assalomu alaykum. Assalamu alaykum hurmatli mehmonlar. Ulug'bek Dilyoz efendimni biz 20 yilning yog'i birga ishlayapmiz. Ulug'bek Dilyoz efendi Yang'uzlam xatar ostidagi tashkilotning raisi emas, shu ayni vaqtda Uyg'urlar hissashlik kelayotgan eng az bir Uyg'urchilik bu da'voga ko'yinib xizmat qilayotgan 20 yilning yog'i xalqaro bo'lsin, mayli Germaniyada bo'lsin, mayli xalqarodagi parlamentlarda bo'lsin, Uyg'ur masalasiga nihoyat qiziqib qo'llab kelayotgan bir do'stimiz hozir o'zining so'zini chaldim, o da ingliz. Ben de bu chance übersetzen. Hozir germancha so'zlaydi, men sizga tarjima qilib beraman. Ja, assalamu alaikum noch einmal. I was asked to do it in German, so I will do it in German. I switch to German. Ja, vielen Dank für die Einladung, heute hier bei euch, bei Ihnen in München zu sein. Es ist toll, so viele Leute zu sehen, auch so viele junge Leute zu sehen, Frauen, Männer. Finde ich ganz ermutigend, weil die Uiguren heute wirklich an einem Scheideweg stehen und es ist ganz wichtig, dass diese Konferenz jetzt stattfindet. Es ist ein historischer Moment. Assalomu alaykum. Men bugun bu yerda bo'lganim uchun nihoyat xushal, bu benim uchun bir sharaf. Bundaq bir mezgilda, ya'ni Uyg'urlarninki beshida bunchalik bir falokat, bunda muqim bir mezgilda Uyg'urlarninki bunda bir yig'inni ichib, o'zining taqdiri to'g'riliq o'zaro suhbat o'tkazib, talash tartish qilib bir natija olishga va kelgusidagi planlarni tuzib chiqishga bunda bir yig'inning içilişi nayet mühimdir. Biz kişilik hukuk müdafaatçıları için hazırki ahval nayet kıyım bir ahval. Biz hazırlıkça hiçbir vakit ben 25 yılın yağı Uygur meselesiga kızıkıp kelivatı ben 25 yılın yağı Uygurlarga besiminin bunda gayri insani bulup derecesinin ki bunçilik işip ketkenliğe şahit bulmagandık. Bu hazırki vaziyet endi insonninki aqlidanmi o'tmaydigan bir vaziyat. Shuning uchun bu nimada bizlar qo'limizdan nima keldi, nima kelmaydi, shu to'g'riliqmi o'ylashyapmiz, lekin degandek ahvol nihoyat qiyin. Ahvol qiyin bo'lsa-mu, lekin biz umid bor. Chunki oxirgi 25 yil ichida men Uyg'urlarga matbuotning bo'lsin, xalqaroning bo'lsin degandek ko'ngil bo'lmayotganligini, Uyghur meselesinki xalqarada degandek paranglashilmayotganligini, degandek kun tartibiga kirmayotganligini ko'rib chiqqan. Ammo hozir nihoyat o'zgardi. Vaqt qarasanglar, bütün gazetlar qarasanglar, media qarasanglar,
Uyghur meselesi internette bo'lsin, medyada bo'lsin, matbuotda bo'lsin, Uyghur meselesiga hozir qiziqish nayti kam doirada qiziqyotidi. Albatta shuning uchun umidvor bo'lishimiz kerak. Bugun nayti tarixiy bir kun. Yani tarixiy kun deyil albatta bu yerda yig'ilishimizmi bir tarixiy kun, lekin bugun tünügün ve Germaniya parlamentosunda Uyghur meselesi müzakere kılındı. Mesela erteki yığında 45 minut Uyghur meselesi parlamentoda görüşüldü. Bu bizdeki uzun yıllardan tatip kütüp gelgen ve maşındaq buluşu için yolmangan bilgen bir şeydeki dostlarımız ile ahir bu neticeye erişkinimiz için biz naiti hoşal. Tünügün Uygurlar için naiti mühim bir gündü. Tünügün Germaniya parlamentosunda 1,5 saat Uygur meselesi oturup koyulup müzakere kılındı. Bununla sahip kanlık kılgan Yeşiller Partiyası ve Sosyal Demokrat Partiyası ve Sosyal Hristiyan Partiyası. Yani Sosyal Hristiyan, Sosyal Demokratik Partiyalar muştakil hakimiyette bolgan partiya ve Germaniyani başkuruvatkan partiyalar. Deydi bizim kütkenimizden mu tehicik milletvekilleri, deputatlar kelip katlaştı. Özü katlaşamaganlarsa özünün vekillerini evetti. Yani 1,5 saat Uygur meselesinde tünügün İlham Tohti hemkarlık teşkilatındaki sahiphanlığı ve yolmuşta elip vardı. Bunu Uygur meselesinin qayerden kelgenlikini ve Uygur meselesiga xalqaranın ve Germaniyanınki qanchalik qiziqayotganligining bir alameti. Germaniyada Merkel hanım hükümette bo'lgan müddetçe Uygur meselesiga maşındaq davamlaşıdı. Uygur meselesiga maşındaq köngül bölüdü. Germaniya hazırgacha degandek Uygur meselesiga köngül bölmegen, Uygur meselesini degandek xalqaro ko'tarib chiqmagandi. Lekin oxirgi bir yil ichida, oxirgi oylarda German hukumatı o'zining fikrini ochiqdan deydigan ve yalnız o'zaro emas, hukumatlar bilan ko'rishgandimi, Xitoyninki rahbarlar bilan ko'rishgandimi, Uygur meselesini o'ttirib qo'yib kelyapti. Shuning uchun hozir Yevropada endi ve Birleşken Devletler'de Germaniyanınki Uygurlar to'g'riliq so'zlaydigan so'zlar bo'lyapti. Ularza Uygurlarningki davasının bayraktarligini kelyapti. Uning cho'ng bir davlat, Yevropaningki motori bo'lgan bir davlat bu ishni ippagandan keyin uningga boshqa kichik davlatlarmi qo'shilib borgan sari Uygurlar hissdoshlik qiladigan davlatlarningki soni ko'payyapti. Bu yıl bizningki teşkilatımızın yani Xatar astidagi millatlarni qo'g'dash teşkilatıninki 50. yili ve bizning bu içimden naiti hiliqi cho'ng bir marosim tabriklaydigan bir ishdi. Lekin biz Uygurlar 25 yilning yog'i Uygur meselesini Birleşken Devletler'de bo'lsin, xalqarada bo'lsin ko'rsatib kelyapmiz. Shu sabab bilan Xitoy besim ishlatib bizning Birleşmiş Milletlardagi ko'rsatuvchi sifatimizni ko'rsatuvchi salohiyatimizni elib tashlash uchun nihoyat cho'ng kuch chiqadi. Shundoq bo'lsa-mu biz Uyg'ur masalasiga yana burunqidaklam hissdoshlik qilamiz, burunqidaklam Uyg'urlar bilan birga ishlaymiz. Bo'libmi deydi bizning shu To'lqin apandimninki Birleşken Devletler'de bo'lsin, Birleşken Devletler'ninki Ceneva'daki yig'inlarda bo'lsin, shuning shuraga kirishi uchun yo'l ochib berishimiz, shuning bizning nomimizdan uya kirishlari bizga Xitoyninki besim ishlatib bizning bu salohiyatimizni qo'ldan elishga tirishganligining eng chong sabablaridan biri. Biz o'zaro ularning 50. yili yig'inida o'zaro yana bu masalani deydi muzokara qildik. Biz nima qilamiz endi? Ya bizningki mushu Birleşken Devletler'deki salohiyatimizningki elinishi xatar ostida turyapti. Qanday qilamiz degan vaqtda hammamiz ovoz birligi bilan biz Uyg'urlarningki davosini mayli nima bo'lsa bo'lsin, qanday bir badal to'lsak to'layli, ularningki davosini quvvatlaymiz, ular bilan hissdoshlik qilib birga ishlaymiz degan qarorga keldik.
men bu yerda quruqlam Uyg'urlarga destek bo'lamiz, himoya qilamiz demayapmiz. Buni burunmi qilib kelgan, hozirmi deydi. Mushu endi faqatlam jazo lagerlari to'g'riliq bularninki tayyorlab 15 ming tani taqibdi. Uningdan keyin butun parlamento a'zolariga avatgan bir tabrik xati bor. Uningda ya'ni shu Uyg'urlar masalasi ustida to'xtalgan deydi. Buningdan keyinmi ya'ni biz Uyg'urlar to'g'riliq qo'limizdan kelgan har turli yordamni qilamiz. Chunki Uyg'urlarning hozirgi vaziyati deydi, burunqidan xatarlik va burunqidan jiqroq hissdoshlikqa va destekka ehtiyojimiz bor. Uyg'ur davosida yeni bir bosqichga o'tdik. Bizningki Uyg'ur davosini xalqarada va Germaniyada texmo kuchlantirish uchun yangi yo'llarni, yangi metodlarni izlab topishimiz kerak. Tunugunki parlamentdagi yig'inda millat vakillari bizga shu savolni qo'ydi deydi. Biz undaq bo'lsa sizlarga qanday yor yo'lak bo'la olamiz, qanday hissdoshlik qila olamiz? Ya'ni Germaniyaniki kuchi Xitoyni to'xtatishga yetamdi degan savollarni o'tirib qo'ydi. Albatta, yalnız Germaniyaning kuchi Xitoyni to'xtatishga yetmaydi, lekin biz Sharqiy Turkistonda fabrika ochgan, Sharqiy Turkistonda va Xitoy bilan tijorat qilayotgan cho'ng fabrikalarni, zavodlarni ularga iltimos qilishimiz kerak. Ularning u yerdagi inson haq huquqininki dafsanda bo'lishiga ko'z yummasligini va tijorat qismi albatta shu yerdagi Uyg'urlarning ahvolini ko'z oldida tutib tijorat qilish uchun ularga biz ziyorat qilib, ular bilan ko'rishib, ularning himoyasini qo'lga keltirishimiz kerak. Thank you, Omer. And I'm very pleased to be here with such a dedicated group. I'm happy to announce that I'm working for Omer now with the Uyghur Human Rights Project in Washington. Yes. I'd like to bring an update from Washington to provide context for the Uyghur movement's strategy going forward and bringing an end to the crisis in East Turkestan. First, just this past week, November 1st, the U.S. Department of Justice announced a new initiative. It's called the China Initiative. This enables U.S. law enforcement, directs resources to be used to counter illegal Chinese government interference in U.S. business, government, and political life. And this has direct implications for the democracy movement among Uyghurs, because it will direct our own FBI and our own Department of Justice to investigate and prosecute interference in the civil liberties and freedom of speech of the Uyghur witnesses, family members, and activists in our country. Okay. Just a little bit. Louisa Hanım, bizga mushu bayon tunigan oqshommi nima to'lqin Isa deb o'tib ketdi. Bizningki mushu hozirga qadar mushundaq chiq faoliyatlarni ilib berishimiz, mushunchilikka yetishimizda Uyg'ur davosiningki bu Louisa Hanımning cho'ng hassasi bor. Chunki Louisa Hanım National Endowment Amerika Demokratiya Fondi jamiyatiningki mushu muavin raisi edi. Shu muavin rais bo'lish sifati bilan 14 yildan beri ham Dunyo Uyg'ur qurultayini ham Uyg'ur kishilik huquq qurilishini mush mablag' bilan ta'minlab kelgan, bizningki mushundaq faoliyatlarni ilib berishimizga zamin hozirlagan bir xonim, shuning bir nihoyatda qizg'in bir olqish bilan qarshi olaylar. Louisa xonim hozir bu nimasidan chiqdi, vazifasidan o fondi jamiyatga Amerika demokratiyani ilgari surish fondi jamiyatidagi vazifasidan chiqib, hozir o'zini butunlay Uyg'ur davosiga berdi. Hozir 8 soat bizga ishlayotdi. Bayam degandek, men Ömer bilan birga ishlayotman deydi. Men bilan birga hozir o'sha Amerikadagi ishlarni boshqa do'stlarimiz bilan birga ilib berayotgan bir xon. Yaxshi bir bayam dedik, yani bir harakat, hamma yerdan bir harakat bo'lyotdi, bir ishlar bo'lyotdi. Ciddi amaliy ishlar, bunun birisimi Amerikada o'sha
Xitoy inisiatifi deganlarni Amerika hukumati tarafidan bu vücut keltirildi. Bununki asaslık nima vazifasi nima desanglar, bu Xitoy hukumatininki mushundaq Amerikadagi ishlarga aralashishning oldini olish bo'libmi Uyg'ur faoliyatchilarining FBI'ni vazifalantirgan gap. FBI Uyg'ur faoliyatchilarini tahdid qilgan, ularga tahdid elib kelayotgan, Uyg'urlarga telefon qilib bu ishlarga aralashma deyotgan Xitoylarni bundan keyin aram qo'ymaydi. Ularni javobgarlikka tortadi. Mushundaq bir tashabbus Amerikada boshlandi. Bu China inisiativdan boshqa yana nurg'un ishlar bo'layotdi dunyoda. Uyg'urlarga yordam qilish, Uyg'urlarniki masalasini ko'tarib chiqish. Hozir birinchisi mana Amerikada deydi, ma'lumot beray. Amerika kongressida yaxshi xush xabar. Amerika kongressida Marco Rubio va Bob Menendez niki senator va kongressmenlar Chris Smith va Tom Suziniki yetakchiligida Amerika bir qonun loyihasini sundi. Bu qonun loyihasi nima bor? Bu qonun loyihasi Amerika prezidentidan Xitoy hukumatiga, Xitoy rahbarlariga, bu Sharq Turkistondagi jazo lagerlari, Sharq Turkistondagi elib berayotgan bu qirg'inchilikda mas'uliyati bo'lgan Amerika Xitoyninki mas'ullarga, hukumat xodimlariga jazo uyg'ulash, ularni jazolantirish to'g'risida bir nima bor, talab bor u yerda. Uningdagi yana buningda bu qonun loyihasi bilan endi Uyg'ur masalasi inshaalloh bu qonun loyihasi qabul bo'lib Amerika kongressidan chiqsa, prezident buni imzo qilsa, buningda nima bo'ldi desanglar, Amerikaninki tashqi siyosatiga Uyg'ur masalasi rasmiy bir masala bo'lib kirdi. Va Amerika tashqi ishlar ministrligida alohida bir nima sho'ba qurildi. Bu sho'baninki bu boshlig'i tashqi ishlar ministri yordamchisi darajasida bir pozitsiyondagi bir yordamchi bo'ldi. Bu yordamchininki uningki xulosadagi odamlarning qiladigan ishi Sharq Turkistonda bo'layotgan vaziyatni kuzatish, uni Amerika hukumatiga, Amerika parlamentiga doklad qilish va uning qarshi Amerika hukumatininki qanday siyosat elib berish to'g'risida tavsiyada bo'lish. Ya'ni bu nihoyatda cho'ng, muhim bir qonun. Ham bu qonun bilan birga Amerika hukumatidan bu qonun loyihasida birinchi bo'lib Amerika hukumatininki Xitoy hukumatidan jazo lagerlarini darhol taqashni talab qilishi. Buni qabul qilmasa, bundan qarshi tadbir elish to'g'risida nihoyatda yaxshi takliflar bor. Shuningga bu Uyg'urlarninki bu Amerikadagi faoliyat elib berayotgan Uyg'urlarning nihoyatda cho'ng bir muvaffaqiyati. Buning uchun hammalarni tabriklayman. Ikkinchisi, yani onun sırtında yana bo'layotgan ishlarda Amerikaning tashabbusi bilan, yani Five Eyes Country deydi, 5 yani kuzatayotgan 5 davlat deganimda 5 davlatni bir yerga akilib, bular Xitoyninki mush kengayishining oldini olish, Xitoyninki tashqarida nimasini o'zining nüfusini orttirishining yo'lini to'sash uchun nimalarni qila olamiz deganimda bu 5 davlat hozir bir araya kelib muzokara elib berilibdi. Buningdimi Uyg'urlar masalasi bu nihoyatda bir muhim o'rin tutadi ekan. Undan keyin bu qonun loyihasi, bayam degan qonun loyihasi yana bayam biz deb o'tgandek FBI'ninki raisini, ya'ni Amerika istixborot nimasiningki raisini vazifalantirish, bu Xitoylarninki Uyg'urlarga aralashishi, Uyg'urlarni qo'rqitishi, Uyg'urlarni tahdid qilishi, bularninki oldini to'sash, Xitoy hukumatiniki Amerikadagi ishbiyonlik harakatlarining oldini to'sash uchun jiddiy tadbir elish to'g'risida nima qilyapti. Endi bularning hammasi deydi, endi Birlashmiş Millatlarning bayam degandek o'shundaq 24 davlat hozir Xitoyni savolga tortib, javobgarlikka tortib, Xitoyni qattiq tanqid qildi Uyg'ur masalasida. Cho'ng bir munozara qo'zg'aldi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoy bilan boshqa demokratik davlatlar orasida. Bularning hammasi o'sha Dunyo Uyg'ur qurultayining, uningdan kishilik huquq qurilishiningki, boshqa davlatlarda faoliyat berayotgan Uyg'ur tashkilotlarininki elib berayotgan faoliyatlarininki, tirishchanligininki, butun Uyg'ur xalqining ko'rsatayotgan fidokorligininki bir natijasi. Onun sırtida yanına ait hoş bo'lgan bir nima deydi bu yerda, bu nimaga albatta bu
bir muhim davrda içilyapti, tarixiy bir davrda. Onun üstüge yana bu yerda men 60 yoshni kelganligini anladım deydi. 60 yosh dunyoning har qaysi davlatlaridan bu yig'in kelib qatnashibdi. Bu mu bir tarixiy voqea? Bu yoshlarning kelajakda shu cho'nglarninki o'rnini to'ldirish, bu davoni elib berish uchun tajribaga ehtiyoji bor. Bu shunday yig'inlarga kelib qatnashib, o'zining fikrini bayon qilish ihtiyoji var. Şununla ben bunu nayet hoş oldum bununla, bilen nayet ümitlendim ve şunun için bulanımı tebrikleymen dedi. Rahmet. Thank you. Thank you all for speaking, for having me come and speak with you. Okay, he will translate. Okay. I think the organization was just introduced to you, but I'm going to give you a little bit of an introduction to UNPO, the Unrepresented Nations and Peoples Organization. We were founded in 1991 by nations and peoples dedicated to seeking self-determination, so greater control over their own affairs through non-violent means. And founded by, amongst others, the Uyghur people and Mr. Erkin Alptekin, who was also our third president. Ben şu vakalatsiz milletler teşkilatına vekil olup geldim. Vakalatsiz milletler teşkilatının kuruluşlarından birisi hürmetli Erkin Alptekin Efendi ve Uygurlar. Bu vakalatsiz milletler teşkilatı dünyadaki izilgen, devletin ayrılgan milletlerinin öz takdirini öz belgeleş ve özünün hak hukukuna eriş için meşgul kurashlarda vakalatsiz milletler teşkilatı şunlara yardım qilgan. Uyg'urlarning shu vakalatsiz milletler teşkilatının bir vakili. UNPO we're a small organization, but we're dedicated to supporting our members, including the Uyghur people, in their desires and their campaigns for self-determination. Uygurlar deganimizdek şu UNPO'nun yani Vakalatsiz Milletler Teşkilatı'nın azası ve Vakalatsiz Milletler Teşkilatı özüge aza bo'lgan milletlerinin öz takdirini öz belgilep özünün hak hukukuna eriş için kılıvatkan kurashlarını kollaydı. Şu sebepten biz Uygurlarni kollaymiz. Biz yana Uygurlar bilen faxrlanamiz. Uygurlar bilen birga ishlayotganimiz uzun bo'ldi. Yani Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi, hürmetli Dolkun İsa, bizden Vakalatsiz Milletler Teşkilatı'nın muavir Kurultayı'nın reisi, Vakalatsiz Milletler Teşkilatı'nın muavir reisi. Şunlaşka bizden Dünya Uyghur Kurultayı'yla işleş tarihimiz bu kadar uzun. Xuddi hürmetli Erkin Alptekin Efendi degandek, hazırki zamanda şu cezalaş lagerlerinin mevcut bo'lişi yani mevcut bo'lishla qolmay uzun muddat insonlarni ko'zdan yoshirin holda davom qilishining o'zi insonni cho'chitadi. Mayli son 2 million bo'lsin, 4 million bo'lsin, hozirgi asrda shunday bir jazo lagerlarining mevcut bo'lishi haqiqatan hammamizni cho'chitadi. Agarchi Dünya Uyghur Kurultayı'nın harmas talmas hareketleri bo'lmagan bo'lsa, gerçi vatanlarda shunday ig'ir zulm, jazo lagerlari bo'lsin-mu, o yoshirin qilib xalqaro jamoatning diqqatiga kirmagan bo'ladi. Shu Kurultayning harmay talmay tashqi dunyoga tanishtirish bilan hozir yolg'iz Yevropa parlamentida, Amerikada emas, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida kuchli harakatlarni ko'ryapmiz va shu jihatdan Kurultayga alohida rahmat aytaman. Men bu Vakalatsiz Milletler Teşkilatı'na yana shunlashqa men sizlarga nimalarni qilib beralayman degan haqida tafsiliy bir narsa demayman, lekin shuni bilishinglarni so'rayman. Şu Vakalatsiz Milletler Teşkilatı sizlarning o'z taqdiringlarni o'z belgilash va shu zulmdan qutulib erkin yashashinglar uchun biz doim sizlar bilan birga turamiz va sizlarni qo'llaymiz. Rahmat. Men xalqaro Tibet harakatiga vakolatlanishada oldi bilan shu 2 kun burun Jenevada bo'lgan şu faaliyetlerinin qanchalik Uygurlar için mühim ahamiyat ekanligini ve nurg'un davlatlarning Uygurlarni qo'llab kuchli bayonotlarni berganligini shunga shohid bo'ldik. Gerçi Tibetlar haqida so'zlandi, lekin Uygurlar uchun qilingan gaplarni kuchli bo'ldi. Shuning uchun yani Uygurlarning harakatidan qanchalik mo'l natijalarga erishayotganligini shundan ko'ra olamiz. Yani şu Jenevada ve başka xalqaro munbarlarda Uygurlarning, Tibetliklarning
Moğollarning va demokratik Xitoylarning bir araya kelib, o'rtaq bir ovozda kelishi bu nihoyatda muhim. Shunday qilganda yolg'iz Uyg'urlarning emas, butun Xitoyning qo'lida ezilgan millatlarning ovozi shunday tang chiqsa, bu azobdan qutulish uchun balduroq azobdan qutulishning yo'li ochiladi. Shunlashqa shunday bir vaziyatni ko'rganimiz uchun nihoyatda ilhom oldim deydi. Shundaqmi yana mang'irgan bosadigan qadamlarimiz xili bor, buni unutmasligimiz kerak. Yani şunu ko'rdik biz Birleşken Devletler Teşkilatı yalğız yaxshi natijalarni ko'rish bilan birga Xitoy hukumatining besimini qanchalik oshirayotganligini, hatto kulkilik darajaga qolsin, şu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ishlash mexanizmlarini so'roq qilib, kishilik huquqni mudofaa qiluvchilarning ovozini kesish uchun tirishayotganligini ko'rdik. Demakki, buni yengish uchun bizning texnik ishlarni qilishimiz to'g'ri keldi. Yani Janubiy Afrikadagi irqiy kamsitishga eng og'ir uchragan bir davlatning shu Birleşken Devletler Teşkilatı Xitoy tarafini tutishyapti. Xitoyni o'sha xalqaroda rahbar, yani yetakchi davlat deb qarashning o'zini insonni o'ylantiradi. Chunki Janubiy Afrika irqiy kamsitishning eng uchiga chiqqan zulmlarga uchragan bir millat va Nelson Mandela o'tirib chiqqan bir millat. Yani Xitoyning bu Janubiy Afrika va Afrikalarda kuchayib özünün xarakterideki, yani Xitoycha şekildeki kişilik hukuk, erkinlik normlarını bu yerga eksport qilib, bu millatlar qarshi özünün ko'z qarashini sindiraganligini bizga nisbatan oladigan dars bor deb o'ylayman. Yani bu Sharqiy Turkistondagi, Tibetdagi Mo'g'ul, ichki Mo'g'uliyada ya Janub Mo'g'uliyada bo'layotgan voqealar yolg'iz sizlarning masalangiz emas, shunday bu hammamizning masala bo'lishi kerak. Qaytırışımız bizim kelgüsümüzni belgileydi. Kelgüsüde biz qandaq bir yolda mangımız şunu belgileydi. Şunlaşqa bu meseleni biz bir German, bir Fransız yoki hammamiz o'zimizning meselesi deb ko'rishimiz. Albatta Amerika Kongressida bo'layotgan ishlar bek muhim. Bu Amerika Kongressida ilingan ba'zi qadamlarga nurg'un g'arb demokratik davlatlar ergishdi. Shunaqa bo'lsa yana biz davlatlarni va kishilik huquq tashkilotlarini texnik ish qilishga chaqiramiz. Yani bu konkretni qanday ishlarni qila olamiz? Yani jazolash tadbirlari o'tirib qo'yganni yolg'iz hozirgi shu Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlariga mas'ullarni emas, uni avval cheklanib qolmay, shu muxbirlarni kirishini cheklayotdi. İnsanlar sizlarga o'xshash nurg'un insonlarning vatani bilan aloqa qilishini cheklayotganlar va buni doirasida kengaytirib, kishilik huquq buzg'unchiliklarga Muşunun vursavatkan, şunun işkini çuvatkallarını keng dairde cezalashni oturup qo'yishimiz kerak. Yani bu jazo tadbirlaridan qilganda yolg'iz belgilik dairada cheklanib qolmay, masalan, Interpolning qizil tizimligiga o'rnaganlarga bu Xitoylarni kirgizish kerak dedi. Meni kallamda ba'zi ismlar bor masalan. Yana takrorlasam, qiladigan ishlar jiq, oldimizda ma'lum yo'llarimiz uzun. Bu yerda eng oxirgi bir nuqta sifatida Dolqin Isa va Dunyo Uyg'ur qurultayining ishqilotiga ishlardan haqiqatan ko'p mamnunligimni bildiraman. Bu yer sizlarning qat'iyliginglar, o'sha da'voringlar bo'lgan izchilliginglar davomlashsin va shu orada bizning hamkorligimiz doim sizlar bilan bilinadi. Thank you very much and good morning, friends. Over recent decades, we have seen the rise of China, the sleeping giant, now becoming one of the most powerful countries in the world, perhaps before very long, the most powerful country in the world. But it has not used that rise to sit down at the table of democratic nations. It has used that rise to try to destroy the table of democratic nations. The behaviour of the Chinese Communist Party, the behaviour of the Chinese government, is an attempt to destroy and undermine the civilised values of the world and needs to be resisted for all the reasons that Kai Muller just stated. Xayrlik etgan hammalarga biz o'sha 10 yillardan buyon Xitoyning yuksalishini ko'rdik. Xitoy bu yuksalganda demokratik davlatlar bilan bir shirada o'tirib demokratiyani ilgari suraman deb yuksalmadi. Dal aksicha
yükselip güçlengen seri bu demokratik devletler bilen bir şirak oltağında ben bulanı kanda parçalayman, bulanı kandak yok kılıman, bulanı kımmet karşılığını özellikini kandak destimen dep muşu maksatta nim kılıvatıdı. Çoğulaşkı bu aldığımızda biz hemimiz oylap edilen bir tehdit. Biz Xitaylarning atalmış kayıt terbiyeleş merkezleri hakkındaki bayanlarını, yani bunu terbiyeleş merkezinde televizyonlarda maxsus program işlep, pimpon oynavatkan, çıraylık yasını, her işlerini kılvatkan kızlarını, şularını gördük. Belki bunun Xitaylar işleyiş mümkün çünkü başka uçurlara erişemediği için, lakin garip devletleri bizge okşaş insanlar işlemeyimiz. Bu çakçak desek mi insanın köngünü iliştirdiğim bir çakçak. Hazır 3 milyon artık Uygurlar ve Xitaylar degen atalmış terbiyeleş merkezlerde terbiyelenmektedir. Benim bilişimdeki birden bir muşundaq merkezlerde pimpon oynap, usul oynap kılıvatkan yer del muşundaq tömür simlar bilen kaplanılan muşundaq bir Şarkı Türkistan'da buluvatıdır bu. Yani Şarkı Türkistan'daki kamplarda tömür sim her xil qoğdaş nimeleri bilen türmedeki yerlerde bu kanda pimpon oynaydan onu düşünüşümü test edin. Hazır 1 milyon degen delivatı ameliyatta onadım çoğunacak. Bu Uygurlarning nüfusunun mutlak köp prosentini teşkil kıldığında bu türmedeki insanlar. Meyli deylik ki bir insanın insan hakları dahli terörist uçurağını takdirdi mi hemimiz bunun mesul oluşumuz gerek. Ben burun Tibet işlerine karattım. Hazır bu Tibetlerini izlevatkan Xitay'sının rayonlarına yötkeldi ve bu yerde kolu keltirgen tecrübelerini Uygurlar işletiyordu. Bu ceza lagerlerinden texmi iğir bolgan mesele de Xitay hükümetinin kılıvatkan kılıklar hazır mecbur halde Uygurlarını kamplarını kılıp ulanı mecburi kimliklerden ayırıp mecburi Xitay devlet marşlarını okutup yadlatkızıp ya ki şu bayrak çıkarış veya ki Xitay'ın devletinin okuşka 5 minut geç kalsa ya kemmese bulara başka türlü cezanı kılıp degendek. Bu Xitay hükümetinin bu kılıvatkan kılıkları dervaka insanı rahatsız kıldı deydi. Anından keyin özüme gizlada müşakkil bolatkan haberlerini kutken şu İngilizce çıkan şundan okuvatıdı. Elbette Xitay hükümetinin Uygurlarına diyana örneklerini elep, közlerini, avaz, hemmini nim kılışı ve şundakla Uygurların nispeten ictimai cihattan Uygurların derecelendiriş sistemini yol koyuşu. Mesela Xitay hükümetinin Kompartiyanın buyruqlarına boysunmağanlarga, ular hatta poyuz belgelişten başlap adet kişilerini yol koymaslığı bunun hemmisi tiki-tak netkanlı Xitay Komünist Partiyasının bir maşina adamdek bir Uygur tipi yaratış. Hiç nesini oylamaydıgan, bütün nesini Xitay Komünist Partiyasına boysunmağan maşina bir tipi yaratışını maksat kıldı. Yani bir yaxşı haberim deydi. Xitaylarning Tibet qartamış medeniyet ve ictimai buzg'unchilik 1959 yıl başlangan. Hozirgacha besim kuchaygansari Tibetliklarning milliy kimligini saqlash ve milliy ruhini kuchlanib bordi. Shunlar Xitoy hukumati Tibetdagi bu zulmidan natija ololmadi. Yani Uyg'urlar uchun natija ololmaydi. Yani Bek Efendimning eng oxirgi mesajı chaqiriqi xalqaro masalalarda hamkorlikni kuchaytirishimiz kerak. Anadan keyin Uyg'urlar o'zinglarni safarbar bo'lishinglar kerak. O'xshamagan fikrlar, o'xshamagan yerdan o'xshamagan fikr chiqarmay, bir yerdan tam fikr chiqarsang kuchli bo'ldi. Yani cemaatni hareketlendirishing kerak. Dunyodagi har qaysi o'zini turayotgan davlatdagi parlamentlarni hareketlendirishing kerak. Shuni bilan birga deydi, şu g'arb davlatlarining fuqarolari bunday ishlarga nisbatan nayt sezgir, agar yaxshi to'g'ri chaqiriqni qila olsang, ular harakatlanadi deydi. Yalnız ona olaylik qilmay, sizlarning hamkorlashgan kuchlaringlar va Tibetliklar, Mo'ng'ullar emas, masalan, Hong Kongda shunday masala hozir, Tayvandan bor. Agar bularni harakatlantirib nayt kuchli, axborot hozir harakatlandi deydi. Shunday bo'lganda biz ham bir kelsak, bir farq o'tirib chiqara olamiz. Men shu farqni chiqarish uchun sizlar bilan birladim. Soll ich Deutsch oder Englisch? English. Ah ja, weil andere. Okay, no problem. Translator as well, but there are also Okay, no problem. My dear Uyghur friends and my dear friends of my Uyghur friends,
Mr. Dolkun Isa, Mr. Erkin Alptekin, dear guests. Hürmetli Uygur dostlarım ve Uygur dostlarımın başka dostları, hürmetli Dolkun İsa ve hürmetli Erkin Alptekin, hammalarga salam. Biz Avrupa'da Birinci Dünya Urushining oxirlashganligini hozir tabriklayapmiz. Yani Birinci Dünya Urushi yalnız Avrupa'nın emas, dunyoning nurg'un yerlarini vayron qilgan bu tarixni bilasizlar. Yaxshi fikrlar, g'oyibona fikrlar o'tirg'i chiqqan. Dunyo miqyosida demokratiyani barpo qilish degandek, shu xalqaro jamoatning nizomini saqlashda, shu millatlarning o'z taqdirini o'z belgilash huquqiga hurmat qilish, ya'ni bu Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi xalqlar organini qurib chiqish, ya'ni tinchlikni ilgari surib urushdan saqlanish, ya'ni Ikkinchi Dunyo urushidan keyin yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurilgan, shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotida inson haqlari universal bayonnomasining o'tirg'i chiqishi, ya'ni shuni bilan birga yer shari xarakterlik millatchilik o'tirg'i chiqishga boshladi. Ya'ni faşizm, kommunizm shuni bilan birga, ya'ni xalqning ra'yi bo'lmagan chegaralarni barpo qilib, ya'ni kuchga tayinib yoki davlatlar o'zi kuchga tayinib shunday ishlar yuz berdi. Yani Ikkinchi Dunyo urushidan keyin qurilgan xalqaro jinoyat mahkamasi shu Gitler ishlagan shu jinoyatlarni sotlash va bir shu xalqaro bir tuzum o'rnatish uchun qurilgan mahkamalardi. Yani Ikkinchi Dunyo urushidan keyin Yevropa parchalandi, dunyo mojiq parchalanishlar bo'lindi. Ya undan keyin shu Myunih, biz turayotgan Myunih dunyoda demokratiyani ilgari surishning bir markazi bo'lib qoldi. Shu Amerika tarafidan moliya jihatdan qo'llagan Erkin Asiya ve Erkin Avrupa radyosu dal Myunih'te kuruldu. Yani dünyada izilgen nurgun milletler özünün yani paytaxtını Myunih deb bekitip nurgun izilgen milletler şu sebepten Myunih'e toplandı. Yani burun kelganlarning ko'plari o'zining davlatiga, erkin davlatlarga qaytib ketishdi. Lekin Myunih hozirgacha Uyg'urlarning shu bir markaziy poytaxti bo'lib turibdi. Yani biz Myunihliklar bundan g'urur his qilamiz. Yani konu dostunlar buluş salahiyetin bilen şu bana bergen şu davetinglardan şundak baxtli kes kıldığımız emni. Bu digerlik yani konkret cihetten biz nurgun işlerini kılışımız gerek. Bir nesini şunda uç keskin oturup koyuşum gerek. Şu Myunih'teki, Germaniya'daki ve Avrupa'daki Uygurlar çokum qoğdilişka erişişi gerek, qoğdiliş gerek. Biz Uygurlarının şu qallık diktatörü bolgan Xitayga qaytırılışını biz qabul qilmaymiz. Biz yana Uygur cemaatini ve Uygur medeniyetini bir yerde himaye kılışımız gerek. Uygur medeniyeti, Uygur örf-adetlerini şu Germaniyada biz kadirlaydigan medeniyetlerinin birisi, özanlarının jutunlarda şundak zulüm uçuragan vaxtda, özanlarının medeniyetlerini Germaniyada tebriklep kılavatısını, bunu adam bizden ait koşal. Yani ben üçüncü noktam deydi, şu cemaatga yaxshi uçurlarını berish bu jihatdan men yetarli ko'mak ataman deydi. Çünkü Avrupa birlik a'zo davlatlarda yashagan Uyg'ur diasporasining nurg'unlarining konsentrasyon kamplarida jazolash lagerida tuqqanlari va biz texmi ko'p oldiga chiqib bu jamoatga amaliy nimalar bilan buni tushuntirishimiz kerak deydi. Mush yig'indan taqilibla biz yo'qolib ketmaymiz. Yig'indan taqilibla o'zimizning jamoatlari o'zimiz turayotgan davlatlarda cemaatke bunu bildirişimiz gerek deydi. Unutilgan insanlarla ölük insanlar. Biz unutulmayımız desek özümüz unutuldurmasligimiz gerek. Yani birisi Uygur davasını Avrupalaştırışımız gerek deydi. Bir iki devlet demez, bütün Avrupa devletlerinde. Çünkü Xitayning kuchlik besime karşı Avrupa'daki bir devlet o yeterlik onun karşı tuğdak, taqabil tuğdak nimege egemez. Şunlar bütün Avrupa devletlerini bir yere keltirişimiz gerek. Mesela Germaniya Avrupa Birliği güçlük devlet, lekin Xitay karşı yalnız bir beşiğe güçlük bulmaslığı mümkün değil. Şu Avrupa Birliği'nin başka devletlerini bu işe ekilişimiz gerek. Ben 20 yıl burun sizlerinin bir Avrupa Parlamento'daki avazınlaydım. Ötken kıtım kınımda ben aza emestim, lekin Avrupa Parlamento'da yakın çıkan kararnamegimi ben küçüdüm, işledim. Yani yeni çıkan kararga şunda ben hoş buldum. Benim partiyerim Avrupa Parlamento'da milletvekilliğe kayıtı namzat bol dedi. Eğer namzat bulup ben tutup kalsam silahının avazını bulmam.
Mening xo'jayinim, ya'ni yaqin do'stim, Yevropadagi eng yuqori darajada kishilik huquqqa ko'ngil bildigan kishi, u hozir Yevropa parlamentida ishlaydi deydi. Hozir men Vienada bir konferans qaytishim kerak, uzun turolmayman, biroq shundan xotirjam bo'linglar, men qanday bo'lishini qat'iy nazar sizlarning ovozinglar bo'lishga men har doim o'shunga niyatlandim dedi. Let me just briefly introduce myself and tell you why I'm here. As has just been mentioned, I was until very recently the United Nations Special Rapporteur on Counter-Terrorism and Human Rights, and I now sit part-time as a judge in the United Nations International Criminal Tribunals for Yugoslavia and Rwanda. Men qisqagina o'zimni bir qo'shimcha tanishtirib qilay deydi. Men yaqingi mezgilgacha Birlashgan Davlatlar Tashkilotining shu raporlarini yozgan alayda raportordim va hozir endi shu Birlashgan Davlatlarga tava xalqaro jinoiy ishlar mahkamasida Yugoslaviya va Ruandadagi nimalarni tekshiradigan bir sud hokim, ya'ni qarorgo'zar sud. Faqat bu yerda Xitoy iqtisodiy jihatdan kuchli bo'lg'ach qilam. Hozir insoniyat qarshi ishlanayotgan jinoyatdan o'zini yoki boshqalarning ayblashidan qutulish uchun o'zining moliya jihatdagi kuchlilik o'rnidan foydalanyapti deydi. As a permanent member of the Security Council, it has been able to avoid scrutiny through Chapter 7 of the UN Charter. And as a state that hasn't signed the Rome Statute, it's been able to avoid the scrutiny of the prosecutor of the International Criminal Court. Yani Birleşken Devletler Teşkilatı daimlik a'zo bo'lgani uchun Birleşken Devletler Teşkilatı nizomnomasining 7. maddasidagi tekshirishdan o'zini qochiryapti deydi. Shu o'zining Birleşken Devletler Teşkilatı'dagi o'rnidan foydalanib, yani Xitoy mushijiatdan biroz nimqiyapti deydi. O'zini bu nazoratdan biroz uzoq qoldiryapti deydi. Yani diplomatik jihatdan o'zining kuchidan foydalanib, Birleşken Devletler Teşkilatı'ning inson haqlari kengashida ve başka Birleşken Devletler Teşkilatı ve xalqaro jamoatning orasidami boshqalarning nazorat qilishidan o'zini qochiryapti deydi. Yani Tibetliklarning shunchalar besim ostidami o'zining ovozini xalqarolashtirganligi Xitoyga nisbatan bir signal deydi. U deganlik sizlarmi shunda besim va Xitoyning kuchi bo'lsa, yani sizlarning ovozinglarmi cho'qim xalqarolashadi. Şunu bilishinglar kerakki, men bu yerga kelishimda va Do'lqin Aysaning menga yo'llagan davetiyasiga mening pozitiv inkos qaytirib bu yerga kelishimga sabab bo'lganmi? Hozir shu Xitoyning Uyg'urlar qaratgan shu etnik qirg'inchiligining shunchalik nuqtaga yetganligi, ya'ni Xitoydagi vaziyat emas, dunyoning Uyg'urlarga bo'lgan ko'z qarashidimi bir o'zgartiradigan, buraydigan bir yer keldi. Uning uchun men bu yerga keldim. Biroz burun Norman Baker apandi dedi, demokratik davlatlar agar ko'rsalam concentration jazolash lagerini ko'rsa, uning mavjudligini ular bilalaydi dedi. Kollektiv jazolash, anadagi mecburi yo'qolib ketish va ten cezası beriş, xalqarada cheklangan jinoyatga kiradi. Bizning bu dunyodagi jinoyatlarga nisbatan mas'uliyati bo'lgan, ya'ni mendek kishilar qo'limizdan keladigan butun ishlar imkonlardan foydalanib, bu xil jinoyatga mas'ul bo'lganlarni adolatga ekilib, bulardan hisobni so'rash bizning majburiyatimizdir. Yani bunun ichida sizlarning tashkilotingizdagi tashkilotlarning deydi, shu demokratik yo'llardan va mexanizmlardan o'zini qo'rallantirishi, yani bu xalqarada Xitoy qarshi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sistemasini Xitoy qarshi ishlatishmi, sizlarning demokratik qurollar bilan qurollanishinglarni muhim rol o'ynaydi deydi. Yani bu sizlarning vataninglarda yuz bergan shu jinoyatlarni sodir bo'lyapti, lekin buning qarorini bir inson bergan deydi. Gerçi Xitoylar devlet nimisida bu o'zini yo'sho'gan bilan, lekin bu qaror bir odamdan chiqqan deydi. Yani bu qarorni berganlarni biz aniqlab chiqishimiz, kim berdi bu qarorni va buni jazoga tortishning, xalqaro sudga akilishning yo'llarini izlashimiz kerak. And the options are not hopeless for achieving that, as some may believe. Yani buni qilishning imkoniyati yo'qmi emas, yani unchalar umidsiz bo'lishimizning mojiti yo'q deydi. Degandek xalqaro jinoiy ishlar mahkamasi balkim udullam javob bo'lishi bo'lmasligi mumkin sizlarning shu masalalarga.
Yani nurg'un Avrupa devletleri şu kanun tildeki universal adliye degandek bir hukmga onu nemisi aniqlamasa qarashimiz kerak. Mushuni qabul qilgan deydi. O deganlik ba'zi ig'ir bo'lgan ba'zi jinoyatlar sodir bo'lgan bo'lsa, bu jinoyat shu davlatning qonuni bilan lam cheklanib qolmasdan va xalqaro adliyada qabul qilingan normalar bo'yicha jazolandi deganlik deydi. Yani mundaq shaxslar dunyoning har qanday yerlarga borsa, shu ishlagan jinoyat ishlagan davlatda ne bo'lsin yoki nening vatandashi bo'lsin, dünyanın her qanday yerida bu insan jazolanishi kerak. Chunki Chilida jinoyat o'tkazgan Pinochet İspaniyada sudga tortilib hukm qilindi. Ya shu İspaniyada olgan shu hukm bo'yicha Angliyadan chegara sirtiga chiqarib o'tildi. Yani Yevropada mushu haqida mutaxassislashgan nurg'un advokatlar bor deydi. Shu xalqaro şu universal adliya sistemasidan foydalanib, şu Xitoydagilarni mayli Yevropada yashamasin, bularni jazoga tortish imkoniyati bor deydi. Yani xalqaroda ba'zi shaxslar bor deydi. Masalan, Londonga bu shaxslar aeroplanni mayli qanday bo'lsin qadam bassalam tutuladi hozir deydi. Balkim xalqaro jinoyat mahkamasi Gollandiyadagi ba'zi cheklamalarni qo'ygan bo'lishi mumkin, lekin şu hazırki mevcut sistemler bilen shundoq ishlarga jazo berishda va ya bularni xalqaro adliyaga ekilgan boshqa yo'llar va buning ishlayotgan advokatlar bor. Agar shundoq bir jarayon boshlansa deydi, bundoq jinoyatga qaror bergan va shu qaror berganlarga qatnashganlar qechishga boshlaydi, o'zini ma'lum qilishga boshlaydi ve bu şu arkalık biz bularni tepişimiz texmi asan to'xtaydi dedi. Yani bu qarorni berganlar gerçi devlet aparatları ya Komünist Partiya lam emas yoki Xitoy lam emas, mushu aparat ishida, mushu hukumat ishidagi ma'lum shaxslar dedi. Mushu bu shaxslar bergan qaror sababidan sizning oila a'zolaringlar hammasi hozir oqibat qilyapti va shularning bergan qarori bilan insoniyat qarshi jinoyat hozir sodir bo'lyapti. Xitoy hozir dal Stalinning yo'lini tutyapti. Bir odam o'lgan bo'lsa, tragediya, agar minglarcha o'lgan inson o'lgan bo'lsa, bu statistika. Bu yerdagi xalqlik masala bu jinoyatni sodir qilganlarni mushaqqada ishlaganda biz buni qarshilashim biroz inchki qarshimiz kerakdi. Bu davlat va partiyadan ayirib, mushuni kim shaxslarga merkezleşimiz gerekli. Bu kararını şahslar berdi, şahslar icra kıvatıdı. Şunlaşka bütün dikkatini şahslar kartışımız gerekli. Cinayetke mesul olan şahslar. Xitoy devleti, Birleşken Devletler Teşkilatı'da cezadan kurtulup kelishi mümkün. Çünkü özünün red kilish hukuku var. Yani bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın özünün bazı a'zolarga ayrımçılık kilish için maxsus koygan bir madde var. Ya Rusya için bu küçük ega. Gerçi Rusya'nın şuna veto hukuku, red kilish hukuku bo'lgan bilan, yani mening do'stim Bill Brother deydi, buning şu Rusya'daki bazı shaxslar qarshi xalqarodagi şu Magnitsky qonunni tonishtirishiga to'salg'i bo'lmadi Rossiya. Şu Magnitsky qonun hozir Amerikada, Kanadada, nurg'un Yevropa davlatlarida qabul qilindi va shu orqali Rossiyadagi kishilik huquq buzg'unchiligini ishlagan, jinoyat ishlaganlar bu xalqaroda bu qonun bo'yicha jazolanyapti deydi. Xitoy hozir Birleşken Devletler Teşkilatı ve Dünya Cemaatçilik tarafından umumimizde kabul kılınan bir dünya bir tüzümü var deydi. Xitoy hozir dünyada kabul kılgan şu tüzümün sırtida hareket kılatıdı. Özünü bu dünyadaki bu qoida tüzümün içinde kömevatıdı. Yani bir konu bir at sözü var deydi. Belki nurg'un devletlerinin tillaridan bo'lishi mumkin deydi. Yani mushukni so'yashning, jungdashning bir qancha xil yo'li var. Birleşken Devletler Teşkilatı dünyanın sakçısı emas. Yani şunlaşka dünyada adaletini barpo qilishki birdan bir yo'l Birleşken Devletler Teşkilatı lam emas. Yani şu javobgarlik tortiman ba'zi davlatlarni deganlar sizlardek insonlarni cho'qim tashkillanishinglar. Bular o'zligidan bo'ldigan ishlar emas. Sizlardek shu tashkillanib, jamoatlarni qilib, belgilik iqtisodiy mablag' ajratib, hareket keltiradigan bütün kuchlarni hareket keltirish bilan bu amalga oshadi. Xuddi Dolqin Esa o'zining nimasi degandek, yolg'iz sizlar
bu chet ellardagi Uyg'ur jamoatini harakatlantirish, safarbar qilish bilan shakllanib qolmasdan, bu dunyo miqyosidagi bu safarbarlikni amalga oshirish uchun texnik kuch chiqarishlar kerak. Hozir butun dunyo Xitoyning shu jazo lagerlari nimasini biladi, jinoyatini. Hozir shunday bir yaxshi vaziyatni kuchga aylantirib Xitoy qarshi amaliy bir ish qilishning nihoyat yaxshi fursati. Benim işe ekegen nesimo delmişi. Ve 2 gün burun El Jazeera tarafından interview söhbet çakırılganda bolapmamış Xitayning hazır bu Şarkı Türkistan'daki bu ceza lagerleri meselesi hakkında toxtaldım. Bu bana koyulgan birinci sual Xitay nima üçün? And I did the classic. Şunu kılıdı. Ben yani biraz klasikrak cevap verdim. Mening bilganim bularning bu ishni qilishlik sababi emas. Men deb tushundim. Men mush 6 yil Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tarkibida so'zlash, ishlash jarayonida nurg'un davlatlarga bordim. Shu birish jarayonida nurg'un davlatlarning o'sha davlat bexatarligini bano qilib, o'zining osonliqlarini, haq-huquqini dafsanlik qilganliklarini ko'rdim. Ya'ni boshdagilimda Xitoyning hozir Sharqiy Turkistonda qilayotganligi qandaqdir terrorizm qarshi yo davlat bexatarligi munosabatli masala emas. Hozir ham bu yolg'onchiliklarni, yip qo'ygan pardalarni ichib, hamma narsani ochiq deyishni vaqt. Hozirgi vaqt hamkorlashadigan vaqt, o'zimizga o'xshash da'vosi va bilan texmo hamkorlik o'rnatib kuchni birlashtiradigan vaqt. Xitoydagi bu Xitoy hukumati ichida bu jinoyatga ruxsat qilgan va bu jinoyat ishlaganlarni shu adolatga so'rab keldigan vaqt. Shu Khmer rejimining Kambodjada ishlagan jinoyatlar haqida nurg'un materiallar, hujjatlarni ko'rgan. Uning birdan bir o'zini himoya qilgandagi oqlash nimasida bu mening xatoligim emas. Kommunist partiya meni shunday qildi buyurgan. Ömür bo'yi turmaga hukm qilindi. Xitoy hukumatining Xitoydagi shaxslarning shu ömür bo'yi turmaga turgan kunlarni ko'rgan oz qoldi. Yani xalqaro organlarda Uyg'urlarning hozirgi masalasida shuningga xalqaro organlardan shunga vakillik bo'ladigan bir nim bo'lish kerak. Men Papuadagi izlanganlardan boshlab toki Kataloniyagacha shunga ko'ngil bildirganlar bir o'zimning bir networkni qurib chiqqan edi, shunga ko'ngil bildirganlar. Bular sizlarning tabiiy qo'llovchilaringlar. Shular bilan birga harakat qilganda sizlarning ovozinglarni hech kim to'sab qololmag'idek darajada kuchli chiqadi. Ya'ni sizlarga deydigan eng oxirgi 3 narsam deydi. Birisi jazolash, shu anadagi hisob javobgarlikni surish qilish, shaxslarning uni jazolash va hamkorlik o'rnatish. Mening shu o'zimning ishlagan xizmatimdan sababidan Muşu sizlarga o'xshash da'vosi va nurg'un millatlar va tajribali insonlar bilan men birlanib qilgan. Xolisona meni Twitter hisobimdan menga agishinglar. Men doim Uyg'urlar va Sharqiy Turkiston va jazo lagerlari haqida men o'zimning fikrimni bayon qilaman. Shunday qilib o'zinglardan boshqa guruhlar bilan hamkorlikni o'rnatganda sizlarning ovozinglarni hech kim to'sab qololmaydi asosiy maqsad. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? If President Xi Jinping has his way with his policies, those two greetings will be illegal in China. However, I believe that not even President Xi Jinping can prevent people from greeting each other in peace and in their native tongue. So there is hope that no matter how much power one leader has or one government, it cannot stop the desires and the hopes of a people. And I don't come here representing any government or any organization. I'm a poor anthropologist scholar. I represent nobody but myself. But I think in Europe, it's appropriate to quote Voltaire. And his quote is that to hold a pen is to start a war. Agar deydi Xi Jinping o'zining ishida g'alaba qila olgan bo'lsa, bizni deydi bu assalomu alaykum deb salom berib boshladi, shuni deydi so'zlatmaydi deydi. Demakki, har qanchalik kuchli bo'lsa-mu, bizni to'sashga tirishsa-mu, bizni o'zimizning milliy kimligidan, tilimizni yo'qotishga tirishsa-mu deydi, bizda biz mushun deyalgandiki, bizda umid bor, u o'zining siyosatida g'alaba qilolmaydi
biz assalomu alaykum degan gapimizni hech qachon Uyg'urlar hech yerda unutmaydi. Buni davomlashtiradiganligiga cho'ng umid bor. Va Walterning bir so'zi bilan gapga boshladi. Bu gapi bir urushni boshlash uchun qalamni qo'lga olish kerak degan so'ziga shuni bilan men boshlayman gapimga. Endi bu ham bu xalqaro sudning a'zosi Emerson afandim deb o'tdi deydi. Bu Kambodjadagi shu jinoyatni ishlagan rahbarlarni sudga tortgan sudchilarning biri ekan. Bu sudningki qurilishiga sabab bo'lgan nima? Vyetnam urushininki oxirlashishi. Vyetnam urushining oxirlashishiga sabab bo'lgan o'shada bir tashkilot bo'ldi deydi. Xalqaro bir tashkilot. U tashkilot xalqaro jamoatchiligini bu yerda jinoyatlar ishlanayotganligini, bu urushningki ilib kelgan falokatlarini, musibatlarni anglatgandan keyin xalqaro jamoatchiligida bunun qarshi bir qarshilik harakat qo'zg'aldi. Shu qarshilik harakatining qo'zg'alishida eng cho'ng rolni o'ynagan shu Asiya Asian what was the name of that? Concerned Asian Scholars. Concerned Asian Scholars degan. Ya'ni mushu nimaga ko'ngil bo'lgan Asiya masalasiga mushu ko'ngil bo'lgan ilm ahli degan bir tashkilot. Butun mutaxassislar, olimlar shu yerda birlashib Amerikadagi bir tashkilotni qurib, bu tashkilot buning ilib kelayotgan musibatlarni xalqqa anglitib, xalqaro jamoatni qo'zg'ashda cho'ng rol o'ynadi. Hozir shundaq tashkilotning yana biri Amerikada qurildi. U bo'lsa-mu Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'layotgan ilm ahllari degan. Bu tashkilot qurilib bo'ldi. Ya'ni demakki, bu yerdami mushundaq jinoyatchilarni sudga tortishninki yo'l birinchi qadami boshlandi. Men deydi, bu Jenevadagi bir xalqaro yig'inga kelyapman. Bu yig'inni shu Tibet surgunda hukumati tarafidan tashkillangan bir yig'inda shuning qatnashdim. Yig'inning oxirida so'zi bo'lgan nima? Umid bo'laydi. Ya'ni hamma xalqningki bu bir o'sha o'zimizniki maqsadiga erishishida umid bo'laydi degan nima bilan oxirlashdi. Men sizlarga hozir umid bo'linglar deyishni aytamiz, lekin mushu jamoatni ko'rib, mushu jamoatning arog'i kelganligi, uzun masofalarni besib, misha kelib, mushada jam bo'lganligi bir umidning borlig'ini ko'rsatdi. Men yana bu Irlandalik deydi, tegim Irlandalik. Irlandiyaliklar shu yerda hech berib Amerikada u yerlashgan. U Amerikada bizga qarshi shundaq bir kamsitishlar bo'lgan, lekin Amerikada Irlandiyalik aslida bir prezident chiqqan. U prezident bo'lsa-mu John F. Kennedy. Shuning bir so'zi bilan men gapimni oxirlashtiraman. He loses his mind, loses much. Birisi deydi, pulni yo'qotsa, nurg'un nima yo'qotadi deydi. He who loses his friend, loses agar do'stlarini yo'qotsa, uningda bu ko'p nima yo'qotadi. He who loses his family, loses his heart. Oila a'zolarini yo'qotsa, oilasini yo'qotib qo'ysa, yuragini yo'qotgan bo'ladi. But he who loses his faith and hope, aqidasini va umidini yo'qotgan bir kishi hamma nimani yo'qotib o'tadi. Loses everything. Hamma nimani yo'qotgan bo'ladi. Shuni umidimizni yo'qotmaymiz. We will not lose our hope and our faith. Okay, thank you. And navbatda bu Fransiyalik jurnalist Ursula xonimni kursiga da'vat qilaman. Ursula xonimni hammaylar bilamiz herhalde. Xitoyda Uyg'urlar haqida shu boy voqeasi, jumladan ko'mirkon voqeasida to'g'rini, haqiqatni yozaman deganligi uchun Xitoy hukumat tarafidan oqshomda deb o'tdi Dolqin afandim. Bu Xitoy hukumati hatto bunga adam avatganga. Bir qitim men buningdan pushmon bo'ldim. Men yozmayman bundan keyin bu masalani deb shunda biz sana ruxsat qilaylik, qolgan yana ishingni qiling va bu nimada Beijingda desa bu xonim buni rad qilgan gap. Shu rad qilganligi uchun
haqiqatni so'zlayman, buningdan hech qachon voz kechmayman deganlik uchun Xitoy hukumati tarafidan qo'g'lab chiqarildi. Shu andan keyin bu qonunning qo'g'lab chiqarilishi bu Uyg'ur masalasiningki yana bir qatim xalqaroda nima kun tartibiga kelishiga sabab bo'ldi. Shuning hozir Ursula xonimni kursiga da'vat qilaman. Now I would like to invite Ms. Ursula. So everybody I think knows her. So she was kicked out of China because she wanted to tell the truth and rejected the Chinese government's very good offers to rebuke the truth. But she insisted that she will tell the truth, and therefore she kicked out of China. Thank you so much. Yeah. Thank you to everyone, and especially to Dolkun Isa, who invited me to be here with you today. I'm very happy to meet you all. Everyone here, when I meet them, they say, thank you for what you did for us. And I feel a bit embarrassed because I did only my job. Ko'p rahmat bu yerga meni taklif qilganliginglar uchun. Bu xonim deydiki, "Amma men Uyg'urlarni ko'rgan chog'da kimdirni ko'rsam, menga ko'p rahmat aytildi" deydi. Hammasi kelib, "Voy rahmat, ko'p rahmat senga" deydi. Men deydi, buningdan biroz o'zimni xijolat bo'lman hatto unda degan chog'da. Chunki men deydi, u yerda hech ish qilmadim sizlar uchun. O'zimninki qilish tegishlik ishimni qildim. Men bu Beijingda chet ellik muxbir bo'lib 6 yil ishladim deydi. Bu 6 yil ishlash jarayonida nurg'un maqolalarni yozdim, xabarlarni berdim. Mushu nima kamsitishlar, boshqa millatlarning kamsitilayotganligi, ishchilarningki ishlarini yo'qotib qo'yganligi, dehqonlarningki o'zlariniki yerlarini yo'qotganligi va nurg'un buningga qarshi bo'layotgan norozilik harakatlar va boshqa millatlar haqida, boshqa dindagi kishilar haqida nurg'un maqolalar yozdim. Masalan, Tibetlar haqida, xristianlar haqida, u yerdagi Xitoy xristianlari haqida, bularning kamsitishga uchrayotganligi haqida nurg'un maqolalarni yozdim deydi. Ammo Xitoy hukumati hech nima demagan. Ammo mushu maqolalar sababidan deydi, bu Xitoy hukumatiningki bunchalik menga qarshi g'azaba qo'zg'alib ketdi. Bu nima bu maqolani yozgan chog'im deydi, nima bo'ldi? Mush Paris deki yuz bergan terrorist vaqadan keyin deydi bu yuz. Chunki Parisda ammolar bilasizlar 2015-yili ISIS yani bu bir hujum qildi u yerda, qonliq bir hujum. Buni Xitoy hukumati bu hujum yuz bergandan keyinlar shuningdan foydalanishga tirishdi endi. Xalqaro jamoatda Uyg'urlarni bu terrorist ko'rsatish uchun bundan foydalanishga tirishdi. Shuni foydalanib dunyo nimasiga bizmi o'xshashla bu shundoq bir terrorlik tahdidiga duch kelyapmiz deganligini dunyo jamoatchiligiga shuni shundoq qilib sunishga tirishdi. Qilgandiki men bundoq emas dedim. Bu yerda yuz bergan voqea bilan Sharq Turkistonda yuz berayotgan voqea butunlay tubdan ayri voqealar, ayri mohiyatdagi voqealar. Bu yerdagi haqiqatan bir terrorlik voqeasi Parisda yuz bergan. Ammo bu yerdagi voqeani uning bilan selishtirib bo'lmaydi. Chunki Sharq Turkistonda yuz berayotgan qonliq voqealar Xitoy hukumatining besimi natijasida, yillardan beri Uyg'urlarga qaratgan besimi natijasida kelib chiqqan bir uningga qarshi bir inikosda shunda deganligim uchun meni qo'g'lab chiqadi Xitoydan. Albatta, men deydi, Xitoy hukumati menga sen bu terroristlarni qo'llading bu maqolang bilan terroristlarni qo'llagan bo'lding. Shuningga Xitoy xalqininki bu nimasiga nayti hissiyotini nayti bu sen bu yerda bir ta'sir yetkazdim. Shuningga dafsanda qilding. Shuningga sen bu Xitoy xalqidan afu so'ramoq shu maqolang uchun dedi. Lekin men afu so'raydigan bir nima qilmadim dedim. Men Xitoy xalqidan bu sababdan afu so'ramayman. Chunki men bo'lgan ishni voqeani yozdim dedim. Degandiki, meningki u yerda turish nimasi 31-chesla 12-31 kuni to'shidiki 2015-yili uzatmadi. Demakki meni u yerdan qo'g'lab chiqadi deydi.
Meni qo'g'lab chiqargandan keyin meningki andisham deydi. Dedimki, ha, meni qo'g'lab chiqargandan keyin u yerdamda nurg'unlagan jurnalistlar bor, boshqa davlatlarningki muxbirlari bor. Va bularga bu nayt ruhiy kayfiyatiga bularning ta'sir yetkazadigan bo'ldi. Bularni bu qo'rqitilgan bo'ldi hamda. Bular hamda o'sha Uyg'urlar haqida bir nima yozmasligi mumkin. Chunki shu menga o'xshashlar ularni qo'g'lab chiqardi deb bu muxbirlar qo'rqib Uyg'urlar haqida hech nima yozmaydigan bo'lib qolishi mumkin deb shunda bir andishada qolgandim deydi. Chunki zaten vaziyat nayta qattiq deydi. U yerga muxbirlar berishi, u yerda berib xalq bilan ko'rishib, u yerdan xabar berishi nayta qiyin bir ahvolda deydi. Chunki saqchilarga tutilib qolish ehtimolligi nayta kuchli. Shuningga deydi, borgan chog'da bo'lib bu Sharq Turkiston bilan Tibetga borgan chog'da bütün muxbirlar zaten bir endişe içinde boradi. Chunki har an Xitoy saqchilari ularni tutib chiqarib yetishi mumkin deb yani. Ya bu nima nayt az berilgan xabarning ozligi u muxbirlarningki buningga interest tuymaganligidan ya uningga qiziqmaganligidan emas deydi. Chunki hammasi qiziqadi, berish qiziqadi, shu yerdan xabar berish qiziqadi, ularning ahvolini dunyoga tanishtirishga qiziqadi, lekin berish shunchalik xatarli, tez ko'p mushkul edi. Ama men deydi o xatolashibdiman deydi. Chunki men o meningki andisham xato ekan. Shunchalik bayam deganim sababi hamda shunchalik qiyin vaziyat. Mening chiqarib atgandan keyin bular butunlay bundan xabar bermaydigan bo'ldi. Hamda desam deydi, buning ta'tiri bo'ldi. Nurg'unlagan muxbirlar berib deydi, hozir nayt yosh muxbirlar, nurg'unlagan muxbirlar berib vaziyatdan xabar berib atadi, dunyo jamoatchiligini bundan xabardor qilib atadi. Bu masalaga ularning qiziqishi texmi ko'p eshib ketdi. Bu yerda yana men bir ayol muxbirni xotirlatishni xohlayman. Mega Rajagopalan degan bir xonim, u shu Uyg'urlar haqida maqola yozganligi uchun va uni qo'g'lab chiqarmadi, lekin nayta yumshoq bir nimada uningki vizasini uzatmasdan shuning bilan u chiqib ketishga majbur bo'ldi. O chiqib ketganligi yaxshi bo'ldi. Hamda men uni qo'shib qo'yapman-da. U hammamiz bilamiz-ku, Mega Rajagopalan degan. Hozir butun Amerikada universitetlarga berib, institutlarga berib, Uyg'urlarning vaziyatini texmi yaxshi shaklda ko'rgan bilganlarini anlatyaptilar. Hozirgacha Xitoy hukumatiningki deb kelayotgan siyosati qog'ozda bo'lsa-mu, ya'ni bu millatlar ittifoqligidan gap qiladi, hamma millatningki urf-odatga, milliy kimligiga hurmat qiladiganligini bildiradi va Xitoyni bir multi-etnik deydi. Nurg'unlagan millatlardan tashkil topgan bir davlat deb qaradi. Lekin hozir bu maskasini tushadi bo'ladi. Tushirib Uyg'urlarni, alohida Uyg'ur xalqini, millatni bütün dini bilan kimligi bilan yo'qotish nimasini asos qilgan bir siyosatni elib borganligi uchun bu deydi, bu Xitoy hukumati ochiq oshkora fashizm yo'lida qadamini qo'ydi deydi. Bu nima deydi? Xitoyningki bir fashistik bir siyosatni yo'lga qo'yganligini ko'rsatdi va Beijingdagi bütün muxbirlarmi buningdan xabardor deydi. Bu vaziyatni hammasi bilgilik, shuningga deydi, ular texmi ko'p bu haqda xabar berish mumkin, xalqaro jamoatni bundan xabardor qilish mumkin. Ham bu yerda shunchalik so'zlayman deydi, yana deydi, so'zlaydigan vaqtim bor. U chog'da o'sha qanday qilib informationni uchur aloqa nimasini tarqatish, dunyoni xabardor qilish masalasida nayta tafsilotda so'zlayman. Uni bu tushdan keyingi yig'inimizda so'zlaymiz. Meniki hozircha deyishim shunchalik. Thank you. Also ich rede auf Deutsch bis in gut. Ganz bitte. Suzan Hanım evangelistlerinki dinler arası Suzan Hanım evangelistlerinki dinler arası müzakere ve İslami işlerle şug'ullangan butun Germaniya bo'yicha shular temsilen keldi. Aslida o'zining rais ekanmakchi. Mijoz yo'q bo'lib qilib, bugun assistantni avtibdi, o'zini kutib olaydi.
Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Ich arbeite in der evangelischen Kirche und kümmere mich vor allen Dingen um den Dialog von Christen und Muslimen. Und alles, was ich jetzt hier die letzten 3,5 Stunden gehört habe, hat mich zutiefst bewegt. Als Deutsche werde ich besonders hellhörig, wenn ich von Konzentrationslagern oder Arbeitslagern höre. Und ich frage mich selbstverständlich an erster Stelle, was kann ich persönlich tun? Ja, und als erstes werde ich natürlich eine Postkarte an Angela Merkel schicken und möglichst viele Postkarten verteilen. Ben bir yerde deyilgende evangelistlerge vekaletten gap kılattım. Bir yer kelip 2,5 saatinin yağı bir şey tuyğanlarından naydı şiddetli bir stres içinde buldum. Onun için ben üzerinde sual koydum. Birinci bulup ben nim qıp bereleymen dep hazır bir yerden çıkar çıkmasından deydi berip ben Merkel hanımga bir xat yazıp evitmen Uygurlar doğru. Yana mishada qilgan ishlarimning birisi deydi, men shu yig'inga kelgan vaqtda bizningki raisimizningki 12 oyning 17si butun musulmonlar bilan o'tkazadigan bir suhbati bordi. Shuning bilan Dunyo Uyg'ur qo'mitasinining vakillarini taklif qilib keldim va bu taklifimga ular qatnashadiganligini dedi va shu yerda Uyg'urlar to'g'riliq alohida Uyg'urlarga vaqt ajratimiz, shu yerda so'zlab o'tmoqchi Uyg'ur masalasi. Yani elbette bunun değil başka işlerimi kılımız hazırca kıskacamış salamını yetkizeydi.